Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Siz bor gap podkast YouTube kanalidasiz. Bu O'zbekiston terma jamoasini oldinda kutayotgan navbatdagi sinov haqida gaplashamiz. Raqib Kongo Portugaliya bilan durang o'ynagan, Kolumbiyani esa ancha vaqt qiynab qo'ygan bu jamoa oddiy raqib emas. Savol esa bitta. O'zbekiston Kongoga qarshi qanday o'ynash kerak? Kannavar tarkib tanlashda qanday qaror qilish kerak? Va bu o'yinda eng muhim nuqta nima bo'ladi? Keling barchasini birgalikda tahlil qilamiz. Kongo nomini qarab yengil baho berib bo'lmaydi. Bu jamoa Portugaliya bilan o'yinda buni aniq ko'rsatdi. Ular favoritga qarshi cho'kib qolmaydi. Aksincha intizomli o'yin ko'rsatib, 1-1 hisobni qayd etdi. Eng muhimi bu shunchaki omad emasdi. Kongo markazini shunchalik zich yopdiki, Portugaliya erkin hujum qila olmadi. Hattoki o'yin oxirlarida Kongo g'alabani ham ilib ketishi mumkin edi. Bu nimani anglatadi? Kongo himoyada turib ham raqibni jazolay oladigan jamoa. Kolumbiya qarshi o'yinda esa ular yana boshqa qirrasini ko'rsatdi. Kongo bu safar ko'proq himoyaga tayyordi va uzoq vaqt hisobni ushlab turdi. Kolumbiya katta bosim qildi, vaziyatlar yaratdi, lekin Kongo darvozaboni va himoya chizig'i jamoani ancha vaqt goldan saqlab qoldi. Faqat o'yin oxiriga borib Kolumbiya kerakli golni urdi. Bu esa bitta haqiqatni ko'rsatadi. Kongo sindirish qiyin bo'lgan jamoa, ammo uzluksiz bosim ostida baribir yorilishi mumkin. Endi Kongoning kuchli tomonlariga to'xtalsak, birinchi navbat ularning himoyadagi tartibini aytish kerak. Ular chiziqlarni bir-biriga yaqin tutadi, markazni yopadi va raqibga qulay hudud qoldirmasga harakat qiladi. Ikkinchi kuchli jihati jismoniy kurash. Yelkama-yelka kurash, ikkinchi to'p, pressing ostida vaziyatlarda ular oson yutqazmaydi. Yana bir jihat bu jamoa katta nomlardan cho'chimaydi. Portugaliya qarshisida ham, Kolumbiya qarshisida ham Kongo o'zini yo'qotmadi. Lekin kamchiliklar ham bor. Eng katta muammo hujumdagi sifat. Kongo qarshi hujumga chiqadi, ammo oxirgi pas va yakunlashda ko'pincha oqsaydi. Kolumbiya qarshi ular oldinda deyarli hech narsa qila olmadi. Yana bir kamchiligi shuki, kuchli bosim ostida ular juda chuqur himoyaga kirib ketadi. Bu esa raqibga ularni o'z jarima maydoniga qamab qo'yish imkonini beradi. Xo'sh, O'zbekiston nima qilish kerak? Eng katta xato Kongoga qarshi shoshilish bo'ladi. Bu jamoa aynan raqibning sabrsizligini kutadi. O'zbekiston to'pni nazorat qilib, paslar orqali o'yin tempini o'zi belgilashi kerak. Markazda to'xtab qolish xavfli, chunki Kongo aynan markazda yopishda kuchli. Demak, qanotlar asosiy qurolga aylanishi mumkin. Tezkor hujumlar, yarim himoyachilarning oldinga chiqishi, jarima maydonidagi keskin uzatmalar mana shu yo'l Kongo himoyasini ochishi mumkin. Yana bir muhim nuqta, agar O'zbekiston hisobni erta ochsa, Kongo majburan oldinga chiqadi va orqada bo'sh hududlar paydo bo'ladi. Aksincha, agar hisob 0-0 bo'lib tursa, bu aynan Kongo uchun foyda. Chunki vaqt o'tgan sari o'yinni qattiqlashtirib, raqibni asabiylashtirishni yaxshi biladi. Va bu yerda yana bir katta savol chiqadi. Kannavar tarkib tanlashda nima qilish kerak? U hujumkor futbolchilarga ko'proq ishonadimi yoki avval markazni yopib, keyin hujumga o'tadigan tarkibni tanlaydimi? Tezkor qanot futbolchilarga urg'u beradimi? Yoki jismoniy kurashda yutqazmasligi uchun markazni kuchaytiradimi? Balkim aynan shu o'yinda tarkib tanlovi hammasini hal qilib yuborar. Qisqasi, Kongo oddiy jamoa emas. Portugaliyadan ochko oldi, Kolumbiyani esa ancha vaqt ushlab turdi. Bu jamoa O'zbekiston uchun juda noqulay raqib bo'lishi mumkin. Endi eng katta savol shuki, Kannavaro Kongoga qarshi to'g'ri tarkib va to'g'ri reja topa oladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozing va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.